bo'ladi hozir. Xo'p, 8.000 dollarni, 4.000 dollari kasal odamga, 4.000 dollar ana o'sha yigitga. Undan keyin qo'ng'iroqlar boshlandi. Kim pul tashlayapti? Pul tashlagan odam aytayapti, yarmi kasalga, yarmi o'sha yigitga. O'sha yigit ham studiyaga taklif qilindi. Taklif qilinganda u juda abgor holatda, qiyin, kambag'al yigit. Sen nimaga unday qilding deganda, men Ali radhiyallohu anhu ni gaplarini eshitganman. Nima gapi? Aslida ihson, muruvvat, yaxshilikning katta va kichikligi muhim emas. Muruvvatning imkon qadar qilinganligi muhim. Imkon qadar. Meni imkonim shunga yetdi. Alloh qabul qilsin. Shuning uchun bir